shaxsiy brendda bir narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, chunki mana ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy brendni qurayotgan insonlarda buni to'g'ri qurish kerak. Hozir mana ko'pchilik o'ylashyaptiki, shaxsiy brendni qurish bu oddiy bir podkastlarni olishimiz yoki bo'lmasa bir ijtimoiy tarmoqlarda bir minutlik, reelsli narsalarni ijtimoiy tarmoqlarga birin-ketin qo'ysak, mana shu shaxsiy brendni quramiz degan narsa bor. Chunki shaxsiy brendni qurishdagi o'zining qonun-qoidalari bor. Shaxsiy brendda birinchi navbatda shu insonni shaxs sifatida ko'rsatish kerak. Mana shu shaxsni erkakmi, ayolmi? Kerak bo'lsa qanaqa kiyinishda yuradi, qanaqa kiyinib yuradi. Uni hidi, uni kadastri, uni afzallik tomonlari va bir nom bilan qanday qilib o'sha insonni boshqa insonlarning oldida ong ostida gavdalantirish. Mana shu haqiqiy shaxsiy brendni qurilganlik alomatlari hisoblanadi. Va bu narsani ilmli, ilmsiz holatda hamma har xil boshqaradi. Mana shu narsalarni bilgan bilmagan holatda mana siz shaxsiy brendni yaqqol namoyandasi hisoblanadi.